Maza qilib kino ko'ramiz. Ozmoqchisiz, lekin bunaqa chipslardan o'zingizni tiyolmayapsizmi? Bugun siz bilan ozdiruvchi kino ko'rganda maza qilib iste'mol qiladigan chips tayyorlaymiz. Qani ketdik. Buning uchun bizga kerak bo'ladi lavash xamiri va sizni tabiiyga qarab ziravorlar va zaytun yog'i. Lavash xamirini videoda ko'rsatganimdek qilib kesib olamiz. Aytgancha bu retseptni muzikli va homiladorlar ham bemalol tayyorlab iste'mol qilishi mumkin. Bunga o'xshagan foydali ma'lumotlarga ega bo'lib, sog'lom vazn yo'qotishni xohlasangiz, sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Ketma-ketlikda o'zingizga qulay bo'lgan ziravorlarni olasiz. Paprika, universalniy va olivko'y masla soldim. Yaxshilab paketimizni aralashtiramiz. Ziravorlarimiz yaxshilab aralashishi kerak. Unutmang, tuz solish mumkin emas. Shundan ham ta'mi zo'r bo'ladi va xuddi shu listga ko'rsatganimdek ketma-ketlikda yoyib olamiz. Bir-birini ustiga chiqib qolishi kerak emas. 200 gradusga 5 daqiqaga qo'yib olamiz. Ozdiruvchi chipslarimiz tayyor. Endi maza qilib kino ko'rsak ham bo'ladi.